Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bizning videomizni kuzatib turgan dugonajonlar, opa-singillar, ukajonlar hammalaringiz sog' salomatmisizlar? Shu fursatdan foydalanib men bugun ham xotira kuni ham biz yoshligimizdagi bayram hammalaringizni tabriklayman. Mana shu gulimni ilgari 2 kun oldin video qilib chiqargandim. Ko'pchilik so'rashibdi. Biri Jasmin deyishdi, biri boshqa deyishdi, lekin men nomini bilmayman. Bu gulimni nomini bilmayman. Yerdi guli ko'chada ham qolsa bo'laveradi. Kimdir bugun kommentariy yozibdi, Jasmin debdi. Endi hozir buni men tuvakka ekmaganman. Hali ko'pchilik so'rashibdi, bering deb, hozir imkonim yo'q. Endi kuzda kichkina tuvaklarga ekib qo'ysam, keyin yana telefonlasak berishim mumkin. Chiroyli bo'lib ochildi. Keyin sizlar bilan yana bitta maslahat aziz obunachilar. Mana shu gulim paprtni gulim. Bu katta yovvoyisi deyishadi, ko'chada qoladigan guli. Mana buni men yangi 2 ta olgandim. Yangi olganimda mana arqa tomoni bunaqaga o'xshagan edi. Mana bu men nima deb o'yladim, bu alaqa shiraga o'xshagan bir narsa shekilli deb olib kelganimdan keyin polni tayidan qirqib yerga ekib qo'ygandim. Keyin bak chiqardi, mana yangi bak chiqarganda, bu endi hozirgi yangisi. O'sha mahalda men ular yangi chiqarganda arqalari tekis ekan, yaxshi ham qirqqanim boshqa gullarimga o'tib ketadi deb o'ylagandim. Lekin yana bo'lgan katta bo'lib baglari ko'karib, bunisi ham yashil, bunisi to'q qoraga o'xshagan bo'lgani uchun mana arqalarimdaqa turibdi. Kimda shu guldan bor? Guldan bo'lsa bu endi nima qilsam, unaqa suvlanmaydi ham. Agar birorta hasharot aldaqa nima bo'lsa, shira bo'lsa, bir nimasi bo'lar edi. Kimda bor, nima qilsam bo'ladi? Bu o'zini kimi, o'zini o'sha orqasida turadiganimi yo bir nima bilmayapman shuni. Mana bunday qilib ish qilasam, bunday qilsam ketadi. Mana bagini ham yutib oldim. Mana bu ham xuddi shunaqa. Mana o'si ham shunaqa. Mana bunda vafshi ko'p. Mana birorta hasharotimiz ham hasharotga o'xshamaydi. Kimda shu guldan bo'lsa, maslahat beringlar. Mana buni anturum gulimi qora qizili. Mana ochildi. Mana maytlardan yana shoxlar ham chiqyapti. Mana Xudoga shukr. Ozgina qiyinroq shu gulni ko'paytirib nima qilib boqib olish qiyin. Mana guli ham yaqinda chiqdi guli. Endi Xudo xolasa mana ular, mana shu 5 ta 6 ta gullari bor. Shular chiqadi. Hozir sizlarga video qilganim uchun shu yerga oldim, lekin bu salqin yorug' joyda turadi. Keyin mana nimani bugun vela gulimi so'rabsizlar, kommentariyada yozibsizlar, kommentariyaga javob yozolmadim, video qilganimda tushuntirib o'taman dedim. Endi bu gulni ozuqasi men ozuqa bermayman. Quyoshda turadi, rosa quyosh tikka tushib turadigan joyga qo'ysangiz, vaqtida suvini berib tursangiz, quyoshni nihoyatda sevadigan gul. Keyin bu o'sib ketsa, turavermasin, o'sib ketganda qirqib, mana hozir Xudo xolasa shu gullarim gullab bo'lsa, qirqib tashlayman. Qirqsam yana yonlaridan shoxlar chiqadi. Aziz obunachilar, mana oqi, bu ham rosa mana mayletlardan qirqdim. Ko'proq qirqishim kerak edi, ko'zim qiymat, ozroq qirqdim. Mana o'sha qirqqanimdan keyin g'unchalar chiqishni boshladi. Mana bu yerlarda ham bor. Mana bu yerda fioletivisti, mana bu ham rosa o'sib ketdi. G'uncha qilmayotdi. Qirqovdim, уже mana yerdan g'uncha chiqibdi, mana bu yerdan chiqyapti, mana bu yerdan, xullas hamma yo'g'idan g'uncha chiqyapti. Shuning uchun sizlar ham kesib shunaqa guli bor, bugun vela guli borlar, kesib tursalaringiz chiroyli bo'lib, shunaqa gullab ahli dilingizni ochib turadi. Mana qizil atir gulim ham chiroyli bo'lib ochilishni boshladi. Mini atir gul. Biriga hozir ana sarig'ini hidi nihoyatda shirin. Shu gullarim, aziz obunachilar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yangi videogacha xayr, sog' bo'linglar.